qilganlar uyida kamida shunaqadan bir 10 ta terilib tursin. Hurmatli obunachilar, bitta xonajin, bitta novvoz. Avstriyskiy simental shox kuydirilmagan variantdan so'raganlarga assalomu alaykum, hurmatli Alovuz kanali obunachilar, YouTube channel ishqibozlari. Akalar ukalar, bugun 25-iyun hafta kuniga payshanba Farg'ona viloyati Quva tumani Akmal akaning xonadoniga tashrif buyurganmiz akalar. Xonajinda ham orqalari buqada ham yo'q bunaqa. Pochka deydimi? Pochka Shoh aka? Pochka aka. Assalomu alaykum. Bir pochka. Charchamayapsiz? Siz ishlayapsizmi? Rahmat, zo'r. Qalay ishlar? Zo'r. Aka, bularni yoshi qanaqa? Ma'lumotlarni bering aka. Bo'yi necha? 8 oylikka 5 oylik. Qaysi biri 8 oylik? Xonajin 8 oylikdan o'tdi. Xonajin 8 oylik, xonajin bo'g'ozni bo'ylamaylar akalar. 8 oylik. Yoshi 8 oylik. Bunisi 5 oylik novvoz. Stoka ham. Bakki bas ekan, lekin. Avstriyaniki. Aka, bo'ylari nechiga beramiz? Bo'ylari taxminan 1.15 plus minus. Ha, shunaqa. Mana hurmatli obunachilar, sifat lekin birinchi o'rinda. Tayyor bitta para sizlarga, bitta novvosi, bitta xonajini. Hurmatli obunachilar. Mana. Hali qonigacha tekshirishib olaveradi buni. Buni qochiradigan payti kelganda buqa ham oqtarib yurmas ekan. Yo'q, shunday tayyor yonida. Tayyor. O'zidan chiqaradi hamma yo'q. Buqani ham bo'ynini qarang hali. Bo'yni ham o'ta go'zal. Hozirdan 5 oylik buqada shunchalik bo'yin. Akmal aka, kelinchi aka mana shu xonajinni bitta yetalaylikchi. Yurishlariga bitta oshiq bo'laylik buni. Sen xonajinni yetala, men novvosni yetalayman. Bo'lmasa jup yetalaymiz. Jup Qani yetalaymiz. bitta yurishlarini, oyoq qo'llarini ko'rib qo'yaylik bu. O'ta ham go'zal sifat. To'ydirib olsa hisobda aka. Ha. Yeb ichishini chidasa bo'ldi, aloni buqachamiz. Yeb ichishiga chidasa bo'ldi deydi. Mana bu buqasi. To'ri tuyog'i, oyoq qo'li hamma yo'q, sog'ligiga garantiyasi bor. Ba'da mana xonajini. Joning sog' bo'linglar. Yurib turibdi ana tortib ketgan. Mana sizlarga. Akalar, sut yo'nalishiga olsalaring ham bu zotni bilasizlar, bemalol 3 ta 4 ta oilani sut bilan nima deydi? Aytadi-yu, oq tumshuq, oq kiprik, oq bosh, istagan tuyoq hamma yo'q mujassam. Ko'rishingiz mumkin. Yuvilmagan, cho'miltirilmagan hal. Voy, mana uni turishini qaranglar. Xohlaysizlarmi molxonalaringda mana shu go'zallikni? Unda pastki raqamlarga aloqaga chiqinglar. Shoh aka, narxi nechi pulaga? Narxi vodiy bo'ylab 55 million kami bor, xayri bor. Ancha. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda sotilaveradi. Ana hurmatli obunachilar, ammo arzoncha akalar, hurmatli obunachilar, sunnatiga talash. Bundan oldingi bir dona chiqargan xonajinimizni 25 million chiqarganimizda juda ko'pchilik qimmat dedi. 24 million 700 ming olib ketishdi o'zlari kelib. O'zlari kelib. Ana hurmatli obunachilar. Mollargacha ko'p qo'yilmaydi. Ozgina minimalkasi bor, shunda qo'yib berishadi. Garantiyalari Akmal aka nima deysiz aka? Garantiyasi a'lo. Ko'zi ko'r bo'lsa, cho'laq bo'lsa, yemasa, ichmasa bir haftaga garantiyasi bor. Cho'laq bo'lsa, yemasa, ichmasa, ko'zi ko'r bo'lsa bir haftaga garantiyasi bor deyapti hurmatli obunachilar. 55 million vodiy bo'ylab dastavkasi ichida yana xayri bor, kami bor hurmatli obunachilar. Pastki raqamlarga aloqaga chiqasizlar, barakasini qilib olasizlar. Mollar lekin o'ta ham. Lekin boshqa kanallarda alo mana shu buqalar 32 million, 33 million, xonajinda 30 million qo'yishadi. Eng arzoni sizning kanalingizda bo'lyapti hozir. Hurmatli obunachilar, ulgurib olinglar. Bunaqa narxlarda topolmaysizlar. Yana kami bor aytilayotgan narxlarda, narxlarga qaramanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.